Bolaligimdagi eng yoqtirmaydigan narsam bu obedda uxlash bo'lgan. Nimaga bolalar obedda uxlash kerak? 3 ta sababini aytib bera olasizmi? Nafaqat sizda, hozir hammada shunaqa. O'zim ham yomon ko'rardim bolaligimda obedda uxlashni. Hozir men sizga nimaga obedda uxlash kerakligini 3 ta sababini tushuntirib beraman. Birinchisi sog'lom o'sish va rivojlanish. Kichik yoshdagi bolalarning organizmi tez o'sadi va rivojlanadi. Uyqu esa bu jarayon uchun juda ham muhim. Ikkinchisi kayfiyatni ko'taradi va diqqatni jamlaydi. Uyqu yetishmasligi esa bolani injiq va charchagan qilib qo'yadi. Obedda uxlasa asablari tinchlanadi. Uchinchisi yangi bilimlarni yaxshiroq o'zlashtiradi. Tadqiqotlarga ko'ra tushlikdan keyin uxlagan bolalar yangi ma'lumotlarni yaxshiroq eslab qoladi va diqqatni jamlaydi. Shuning uchun bog'chalarda tushlikdan keyin uyqu rejimi mavjud. Yana kim yoshligida obedda uxlashni xohlamagan? Izohlarda yozib qoldiring. Mani sahifamga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.